Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston energetika va elektrotexnika sanoati xodimlari kasaba uyushmasi Respublika qo'mitasi hamda tarmoq tizimidagi xodimlardan tashkil topgan delegatsiya a'zolari yurtimizda bo'lishdi. Mehmonlar dastlab Farg'ona vodiysidagi yirik energetika obyektlari bilan tanishib, o'zaro tajriba almashdilar. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati Farg'ona issiqlik elektr markazi filiali viloyatdagi yirik energetika obyektlaridan biri. Korxona 269 megawatt soat elektr energiyasi hamda 1285 gigakaloriya soat issiqlik energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu yerda 730 nafar ishchi xodimlar faoliyat olib boradi. Qirg'iziston energetika va elektrotexnika sanoati xodimlari kasaba uyushmasi Respublika qo'mitasi hamda tarmoq tizimidagi xodimlardan tashkil topgan delegatsiya a'zolari korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Mehmonlarga loyiha qiymati 14.1 milliard so'm bo'lgan 2 megawatt soat quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasining on-grid rejimida ishlash jarayonlari haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, Farg'ona issiqlik elektr markazi misolida energetika sanoatida joriy etilayotgan ilg'or texnologiyalar, O'zbekistonning energetika siyosati va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari haqida keng qamrovli ma'lumotlar taqdim etildi. Shuningdek, energetika obyektlarida mehnat qiluvchi ishchilarning kasaba uyushmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, zamonaviy va qulay mehnat hamda dam olish sharoitlarini yaratish borasidagi tajribalar ham o'rtoqlashildi. Bizda juda katta taassurot qoldirgan jihat bu yerdagi kasaba uyushmasi vakillari va ish beruvchi tomonidan olib borilayotgan ishchilarning mehnat salomatligini muhofaza qilish borasidagi ishlardir. Bunda ko'p masalalarni kasaba uyushma va korxona rahbari hamkorlikda hal etar ekan. Yana bir muhim jihati bu yerdagi ishchilar 100% kasaba uyushmasiga a'zo ekanligi. Biz o'rganadigan va tajriba almashadigan masalalar ko'pligiga amin bo'ldim. Muloqotda tomonlar kelgusida hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash hamda birgalikda amalga oshiriladigan ishlar, loyihalar, tajriba almashuvlar haqida kelishib olishdi. Tadbir davomida energetika sohasi mutaxassislari zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilg'or tajribalar o'rtoqlashishdi hamda ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini mustahkamlash va kelgusida hamkorlikda qator loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi. Mamlakat boshchilarimizdan elaroliq mamnuniyatni do'stlik bekemdagi maqsadidagi Prezidentlarimizning o'zaro yaqin qo'shnichilik va do'stlik rishtalarini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlari natijasida biz bugun bu yerga keldik. Farg'ona issiqlik markazi bilan tanishdik. Bu yerda e'tiborimni tortgan jihat korxona rahbariyati kasaba uyushmaga ishchilarning ish haqisidan olinadigan mablag'dan tashqari qo'shimcha mablag' ajratar ekan. Ishchi xodimlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga bu mablag'lar sarflanar ekan. Bu tajribalarni biz ham tatbiq qilishni niyat qildik. Shuningdek, tomonlar ikkala mamlakat vazirlik va idoralarning kasaba uyushmalari o'rtasida izchil hamkorlikni yo'lga qo'yishning istiqbollarini muhokama qilishdi.